Poytaxt yana yirik shouga tayyorlanmoqda. Musiqa, yorqin sahna, mashhur artistlar va minglab mehmonlarni birlashtiradigan navbatdagi festivalga sanoqli kunlar qoldi. International Beverages Tashkent kompaniyasi tashabbusi bilan tashkil etilayotgan Pepsi Lazzatli Fest bu safar ham ko'ngilochar dasturlar va kutilmagan yangiliklarga boy bo'lishi kutilmoqda. Hozir esa tadbir oldidan so'nggi tayyorgarlik ishlari qizg'in davom etyapti. Festivalda mehmonlarni nimalar kutmoqda? Tafsilotlari bilan muxbirimiz tanishtiradi. Bir necha kundan so'ng, ya'ni 22, 23 va 24 may kunlari aynan mana shu joyda Guinnessning rekordlar kitobi yangilanadi. Chunki festivalning birinchi kunida aynan mana shu qozonda 800 kilogramdan ortiq lag'mon tayyorlanadi. Pepsi Lazzatli Fest doirasida 3 kun mobaynida 3 xil taom tayyorlash kuzatilgan. Lag'monga biz mas'ul bo'lganmiz. Lag'mon pishirishda 30 ta oshpaz bor. Eng oxirgi qayd etilgan rekord 700 kilogram ekan. Bizga vazifa qo'yildi, kamida 800 kilogram qilish kerak degan, lekin biz harakatimiz sal ko'proqqa ham. Shuningdek, festival davomida Guinnessning rekordlar kitobiga kirish uchun lag'mondan tashqari 1000 dona lavash donor tayyorlanadi va 12000 dona somsa pishiriladi. Bu hali hammasi emas. Pepsi Lazzatli Festda siz faqatgina madaniy dasturlardan bahramand bo'lmaysiz, balki turli davlatlarning lazzatli taomlarini ham iste'mol qilishingiz mumkin. Bu yerda dunyo mamlakatlarining gastronomik zonalari ham mavjud. O'zbek milliy taomlari, konsert dasturlari, san'atkorlarning chiqishlari, shou, ko'ngil ochar dasturlari hammasi kompaniya tomonidan inobatga olingan va eng asosiysi kirish tekin. Bu yerda dunyoning turli mamlakatlari, jumladan o'zbek, turk, italyan va Markaziy Osiyo taomlari taqdim etiladi. Pepsi Lazzatli Fest o'nlab gastronomik hududlar, street food formatlari, mashhur taomlarning mualliflik talqinlari va ajoyib degustatsiya dasturlarini o'zida jamlaydi. Ma'lumot o'rnida festival mehmonlari rekord darajadagi ulkan taomlardan iste'mol qilish imkoniga ega bo'lishadi. Zarnigor Tolipova, Nodir Rustamov, Jamshid Ibrohimov, Ovozi informatsion dasturi uchun.